Amerika, İsrailya, İran urushining ta'sirida Xitoyning eksporti mart oyida ko'rinarli ostilgan bo'lib, o'xshash mezgildagidan 2,5% oshgan. Bu yaqinqi 6 oydan buyongi eng to'van o'sish sur'ati bo'lib, yanvar va fevral oylaridagi o'rlashdan keyin ko'rinarli ostilash yuz bergan Xitoyninki eksport masalasida. Albatta, bu Hormuz bo'g'ozi masalasi dunyoga ig'ir bir ta'sir ko'rsatyapti ham. Bu urushdan keyin dunyo jiddiy bir vaziyatda. Albatta buning ta'siri uchirmayotimiz Xitoy eng foydalayotgan Xitoy deb qaralayotgan nurg'un mulohizlar bo'layotgan bo'lsa-mu, iqtisodiy jihatdan Xitoyning jiddiy ko'rinarli shaklda ta'sir ko'rsatganligini ko'ryapmiz. İslamabadda neticesiz ahırlaşkan söhbetden keyin Amerika prezidenti Donald Trump İran'ni qoral bilan ta'minlayotgan davlatlarga tahdid selib, Xitoyni o'z ichiga olgan har qanday bir davlatning İranni harbiy aslaha bilan ta'minlayotganligini bayqasa, ularga 50% tamojna bo'yicha qo'yilganligini bildirdi. Biz bu xabarni bergan kuni Trumpning bu tahdididan keyin ertasi Trump yana boshqa bir nimasida so'zda Xitoy bilan ko'rishganligini, Xitoyninki İran'ga qoral ta'minlamaydiganligini so'zini bu ta'minlamayman deb so'z berganligini va'da qilganligini bildirgan xabarlar albatta chiqdi. Ammo biz ishonamdik, dunyo ishonamdi buningga asla Xitoyning hiylagarligi, nomussizligi har zaman mayli Ukraina urushida bo'lsin, Rossiya Ukraina. Yani ishning keyinida turib butun nomussizlikni qilib, ammo axborot chiqqanda tinchlikparvar hiylagar tulki bo'lib oldi, hech nimaga aralashmagan, dunyo shu anglashni xohlaydigan chiroyli so'zlarni qildigan bo'lib oldi. Ammo Sovetning ostidan, Shiraning ostidan butun pastkashlikning hammani qildiganligini bilamiz qo'yamdi. Xo'sh, yana bir xabarimizga qarasak, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti Tashqi ishlar bo'limining muavin boshlig'i Jinshin boshchiligidagi vakillar o'maki Turkiyaning Adolat va taraqqiyot partiyasi, Cumhuriyet Xalq partiyasi, Yangidan Rafah partiyasi qatorliq partiyalarning markazlarini ayrim ziyorat qilgan. Ziyorat qilib, Xitoy Kompartiyasi bilan Turkiya o'rtasidagi dialogni kuchaytirish, hamkorlik va aloqani taraqqiy qildirish masalalarini muzokara qildi. Xitoy yana Cumhuriyet Xalq partiyasi raisi O'zgur O'zalni Xitoyga taklif qildi bu qatimqi bir qator ziyoratdan keyin. Bu Jinshin boshqa albatta Xitoyninki Turkiyadagi bosh konsuli va boshqa Xitoydan kelgan amaldorlar shu partiyalarni ziyorat qildi. Turkiyadagi Xitoyninki sho'bisi deb qaralayotgan, Xitoyning og'zi bilan gap qildi deb, hattoki Perinchak deb familiyasi Pekinchak, ya'ni Beijing chaqib ketgan, yani Beijingchi deb nomi mashhur Doğu Perinchakni bo'lsa, boshqa bir yig'inda ayrim u yerda bu amaldorlar bilan ko'rishganligi uchun uning partiyasiga bormagan. Eng ajablanarli yeri o'tgan haftadan beri shu Xitoy, Turkiya, Rossiya ittifoq qurilishi kerak deb qarayotgan Millatchi harakat partiyasini ziyorat qilmaganligi hayron qoldirdi, to'g'risini aytgan vaqtida. Çünkü aslida eng boshda shuni ziyorat qilish kerakdi normalda, lekin ularni ziyorat qilmay bu partiyalarni ziyorat qilib O'zgur O'zalni Xitoyga taklif qildi. Demak bu shaklda.